Assalomu alaykum, hurmatli kitobxonlar. Sharof Rashidov tumani axborot kutubxona markazi jamoasi nomidan hurmatli tibbiyot sohasining fidoyi vakillari, aziz shifokorlar, sizlarni kasb bayramingiz, shifokorlar kuni munosabati bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Sizning kundalik mehnatingiz, inson hayotini asrash yo'lida ko'rsatgan sabr va matonatingiz, bilim va mehr bilan yog'rilgan xizmatingiz alohida ehtiromga loyiqdir. Dardmandlarga darmon, bemorlarga umid bo'lib kelayotgan siz kabi insonlar bor ekan, jamiyatimiz salomatligi va kelajakka ishonchimiz yanada mustahkam bo'ladi. Sharof Rashidov tumani axborot kutubxona markazi jamoasi nomidan sizga mustahkam sog'liq, oila tinchligi, cheksiz baxt va kasbiy faoliyatingizga yuksak muvaffaqiyatlar tilaymiz. Har doim xalq xizmatida yuksak e'tibor va hurmatga sazovor bo'lib yuravering. Bayramingiz muborak bo'lsin. Hurmat bilan Sharof Rashidov tumani axborot kutubxona markazi jamoasi. Ey kasbi mo'tabar, ey qadri ulug', madhingni kuylaymiz takror va takror. Fidoyilik bilan yuzlaring yorug', ey sen mehri malham, aziz shifokor. Ey kasbi mo'tabar, ey qadri ulug', madhingni kuylaymiz takror va takror. Fidoyilik bilan yuzlaring yorug', ey sen mehri malham, aziz shifokor. Mardlikdir el uchun xatarga borma, ko'rinmas yov bilan jangdasan shu tob. Sen og'riq jonlarga darmon bo'lgan chog', savoblar yog'ilar ko'kdan behisob. Azizim shifokor, ey joni halak, sen borki sog'lik bor, shudir ko'rkuzi. Ko'ksingda hamisha bezovta yurak, bedor urib turar vatan deb, xalq deb. Kimningdir qizisan, kimgadir ona, lek vaqting yetmaydi ularga oy yil. Asta yuraklarga har dam parvona, ey hamshira opa, hamshira singil, joning ayamaysan, berasan bori, mehring malham bo'lib dardlarga yetsin. Kimlargadir oddiy